我想为我家人作证，有个名单我已经写好了。讨伐中国共产党就要有一个详细的名单，家人呢，你家人住哪里，叫什么名，对吧？不要有，请各位看好啊！我给你们看，我手写的。这个第一个。Bu yıl 5. sentyabrdan keyin izdirki g'oyib bo'lgan Mirodil Hasan 3. sentyabrdagi Xitoycha bayonotiда Xitoyning Uyg'ur rayonida irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini o'tirib qo'ygan. 那么今天做这件事情呢，我觉得有必要跟大家去分享，让大家更好的了解中国共产党在维吾尔斯坦对维吾尔族的女性和其他民族的女性做的这些非人道的，类似于，当然他们在做一些辩解，他们在解释说这不是怎么样，但是这对维吾尔族来说这是一个种族灭绝。 Va bu qirg'inchilikning faktlardan biri sifatida Anis Tursungu To'xtaniyozning Xitoyning qilolliq tug'u siyosati sababidan ziyonkashlik uchraganligi va 2017-yilda Urumchidagi o'sim kasalliklar doktorxonasida davolanganligini Qashqarga aytdi. 是这样的，我母亲呢，她因为共产党的，她做了一些手术，就是做了一些共产党的绝育手术。我母亲从来就没有跟我谈过这些事情，但是2017年回老家的时候，从江苏回到维吾尔斯坦的时候，我母亲住院了，非常严重。她当时在乌鲁木齐肿瘤医院住过几个月吧，应该。医生说她得了子宫瘤，因为中共做的一些，就是因为计划生育，还有。 Mirodil Hasanning mazkur bayonotida onasining Unsu bozori Dapsan Alla komsida o'tirish ekanligi tilga olingan. 我的母亲呢，图尔松古里托尼亚斯，她是居住在阿克苏市文苏县Dapsan社区的一个居民。 Biz bu uchurning to'g'ri xatoligini dalillash uchun oldi bilan Unsu nahiyasidagi aloqador organlarga telefon qildik. Telefonimizni qabul qilgan Unsu nahiyalik xalq hukumatilik bir xodim Torda atalmış ig'vo tarqatgan Mirodil Hasanning tutilgan yoki tutilmaganligi haqidagi savolimizga javoban uning Jiangsu o'lkasida tutilganligini dalilladi. 这文苏县党支办吗？对。我们想咨询一下这个网上造谣的Mirodil Hasan的情况。你们这个文苏县居民，他在哪里现在？他上周的时候，他在那个。江苏被逮捕的，因为他攻击故意抹黑、蓄意抹黑我们中国的一些就是触犯法律，可以说触犯了这个法律底线了，可以说。Ama o Mirodilning qachon tutilganligi va nerede tuttirilayotganligi haqidagi savolimizga javob bermadi. Shimish Xuday bo'ldi. 他叫穆拉蒂里艾森，住所就在温苏县代布散居委会的，但是他就在江苏，在网上直接就是上网直接就蓄意抹黑中国，就是触犯了法律的底线。Bu faqat Mirodil Hasanning to'g'rida atalmış ig'vo tarqatganlik uchun tutilganligini dalilladi. 所以他上一周在江苏县被捕了。 Mirodilning nayt cho'ng bir ish terganligini bayon qilgan bu xodim 相关这个情况，因为他这个事闹的不是小事儿，就是很大的事情了。现在可能再过几天，可能媒体上肯定要相关这方面肯定要报道了。 Uning tutilish sababi sifatida davlatning obraziga qarshi kelganligi va Unsu nayisining yuzini to'kkanligini ilgari surdi. 因为他这个网上这么一胡乱，就是故意蓄意的抹黑造谣嘛，所以他对温苏县的影响力挺大的。 Beydu Şiranbır'da gösterilişçe Unsu Bazırı, Dapsan Ağırlar Komsiti, Kumdarvazı Ağırlar Komsiti, Mehmetxana Ağırlar Komsiti Katarlar 9 Ağırlar Komsiti'den teşkillengen. Telefonumuzdan kabul kılgan Kumdarvazı Ağırlar Komsiti'lik bir xadim. Hey, yaxshimisiz? Unsu'lik ve qaysi Ağırlar Komsiti bu? Kumdarvazı Ağırlar Komsiti. Ma Tursungul To'xtaniyozda bir ayol bormi sılmamış komsitda? Sen yel bolib chiqib qo'ygan ayolmi? Ha, shu. Tursungul To'xtaniyozning Dapsan Ağırlar Komsiti nopus ekanligini bayon qilish bilan birlikda Ha, Dapsan Ağırlar Komsiti'mi?
uning 2018-yilda Urumchidagi o'sma kasalliklar doktorxonasining boshlig'i Mardan degan kishi ustidan shikoyat qilib kelganligini tilga oldi. Hozir shu bal nerede? Bu ayolni qachon qayerda ko'rdingiz? Kimga u Marda Yonjan degan? Ürümçi özlü kesinlikle doktorxonasından boshlayotgan. Kesin almashtirmoqchi deb so'raydi. Bu xodim Maradulning ish chiqarib qo'yganligini tilga olgan bo'lsa-mu, uning navbatdagi ahvoli va onasi Tursungulning hayot yoki emasligi haqida ma'lumot berolmadi. Telefonimizni qabul qilgan Urumchidagi o'sma kasalliklar doktorxonasining bir xodimi dastlabda balnis nomeri bo'lmay turib, sobiq bemorlarning kimligini aniqligini bo'lmaydiganligini bayon qildi. Tursungul To'xtaniyozning mushu doktorxonada davolanganligini xotira qarab bilgini bo'ladi. Mush doktorxonada o 2018-yilda Tursungul To'xtaniyozda bir davolangan. Yo'q, bunda topqili bo'lmasligi. Mazkur xodim Tursungul To'xtaniyozning shikoyat qilib yurganligi ilgari surilgan Mardan ismli kishining bu doktorxonada ilgari mas'ul rahbar bo'lib ishlaganligini dalilladi. Bu sizniki Mardanda bir yonjan bormi yoki yordam yonjan bo'lganmi buni? Biz bu xodimdan Tursungul To'xtaniyozning ism familiyasi bo'yicha doktorxonaning kompyuter sistemasidan izlab chiqishini talab qildik. Tursungul To'xta degan shu Tursungul To'xta degan ayolning mushu doktorxonada yotganligini dafasimiz bo'ldi. Qag'ini xodim sistemini ko'zdan kechirgandan keyin sobiq bemorlar tizimligida Tursungul To'xtaniyoz ismli bir kishining bor ekanligini bayon qildi. Hozir Tursungul To'xtaniyozda bir ism chiqmadi, shunaqmi shu xotirda? Yo'q, men mana qarasam, Tursungul To'xtaniyoz da bir Adamda bir qarab o'talamsiz. Tursungul To'xta Aqsuning qayerdan keldi? U yana sistemada Tursungul To'xtaniyozning adresini Maradulning bayonotida deyilgan bilan aynan ekanligini oshkorildi. Ya Tursungul To'xta qayerga kelgan? Shu Tursungul To'xta degan. Opasını degende Aqsu'da yettik. Onsun ayısı, onsun bazıra. Maradul Hasan bayonotida onasining navbatda hayot yoki emasligidan o'zining xabarsizligini bayon qilgan. Uzunida Tursungul To'xtaniyozdan navbatda hayot yoki emasligini so'rag'animizda u bu savolga javob berishnimi qat'iy yo'sinda rad qildi. Men so'ralayotgan narsa, o'g'li Maradul hozir shu hech qanday xabar yo'q. Hayot yoki emasligini bilmayman deb shikoyat qildi. Hozir hayotmi, hayot emasmi? Ben ama başka bağlanca aldığım şu bilgisayar. Şimdi biz ahaduningdan Tursungul To'xtaniyozning bu doktorxona mas'uli Mardanning ustidan ariz sungan vaqtini qachon ekanligini so'raganimizda u 2018-yilda javob berdi. Bundan oxirgi savol. Bu Tursungul To'xtaniyozning sizning Venjan Mardanning ustidan ariz qilgan qachon shu? Yo, abla siz qilgan sunlardan 3 qism qaytadan sağladım. 2018-yilga keldi. Maradul Hasan YouTube'da e'lon qilgan 3 qismlik bayonoti va bir ziyorat xotirasida Xitoyning Uyg'ur qirg'inchiligini fosh qilib qolmasdan, yana muhojirat Uyg'urlarga xitob qilib, Uyg'urlarni Xitoyga qarshi texnik jasur bo'lishga chaqirgan. Uyg'urlarning o'ylashlarini Xitoy turib bu ishlarni qilishni xatarlik bo'ldi. Endi xatarlik deb o'ylashingizmi bir uningdan o'ta xatarlik ish yo'q deb o'ylayman. Chunki qo'rqinchli qalamizni kirgizganning o'zi bir xatarlik ish bu. Bu bir inson har qancha erkin davlatda yashasimi, agar qo'rqinchdan qutulmasa, bu kishining erkin davlatda yashashining o'zigimi va Uyg'ur millatigimi foyda kelmaydiganligini nuqtali holda eskartgan. Hozirgi zamon Uyg'urlarda mana shu qo'rqinchning ichida yashayotganligi uchun nurg'un ishlarni qilolmay keldi. Endi Uyg'urningki har qanday qarshi olg'a bosmay keldi. Ular kelgansa Xitoydan yo'qotdi. Xitoydagi ma'lum shaharlarda hozir. Endi bunday ishlarni qilganda biz jonni oltanga qo'yib qo'yamiz. U bu chaqiriqni Xitoy ichida turib Xitoyga qarshi bayonot e'lon qilishdek amaliy harakati bilan belgilik ta'sir kuchiga ega qilgan. Xitoymi yo'qotdi mana. Nima ish qilib keldi, men uning qarbiga qiziqmayman aniq. Qancha birata soqchi aeroplan ekipini tutib kelganmi? Ko'zim bitib qo'ymayman-ku. O kelsan kelmabsiz, adash. Qanchalik bilmem, qanchalik nima deb Xitoy degan. Kelsin işte eski murtasaga keldi, tutib ketdi shu. Uning baş nima bo'lmoqchi? Osmon degan işte osmon zamin titrab, yer zamin gumron bo'lib ketganda men tilib kelsam, hech kimning kari yo'q. Uyg'urlar kimning kari bor? O'zimiz karimiz bo'lish uchun oldindan o'zimiz so'zlaymiz, o'zimiz gap qilamiz bunda.